Ishoning, bu novostroykamizning sharoiti bor, uncha hovlidan ancha yaxshi. Hozir biz Yunusobod Rezidensiyaga kelganmiz. Hammanglar bilasizlar. Shundoqqina Amerika posolstvining yonida qurilgan premium klassik novostroykamizda 80 kvadratli kvartiramiz sotilyapti. Videoni oxirigacha ko'rib turing, hamma ma'lumotlarni aytib o'taman. Siz ungacha bitta like bosib qo'ying. Kvartiramizda 4-qavatda joylashgan, shundan liftdan chiqib kelamiz. Premium klassigi kengina yo'ligimizni ko'rishingiz mumkin. Kvartiramiz mana shu bo'ladi. Eshigiga bitta e'tibor bering. Face ID hamda отпечатка orqali ochiladi. Ichkarini ko'ramiz. Uyimizning ichiga ham kirib oldik. Keling, mana bu yoqda birinchi xonasi, katta mehmonxona ko'rsangiz bo'ladi. 100% elektrik ishlar bitkazib qo'yilgan va bu tomonimizda bo'lsa uyimizning oshxonasi joylashgan. Shu oshxonamizning yonida bitta bolalar uchun yotoqxona qilingan. Bu yotoqxonamiz va oshxonamizni ochib tashlab qolasiz, katta mehmonxona, studiyniy formatdagi oshxona qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Va bizda oxirgi xonamiz kattalar uchun yana bitta yotoqxona, yonida o'zini yuvinishxona hamda hojatxonalari alohida qilingan. Bizning domimizda mana mashina bo'ladi. O'zini podvolida basseyn, xo'p, trenajyorniy zal, fitness spa, hamma udobstvolari bor. Narxini 155 ming dollar bo'lsa berib yuboraman deb aytibdilar. Bir dona qolgan ekan. Biz surishtirdik, boshqa bunaqa variant yo'q. Tez bosib boring. Aynan bu uy sizniki.